Bugun mehmonimiz fermadan sigir kenayimiz kelganlar. Xush kelibsiz. Men butun haqiqatlarni aytgani keldim oldinglarga. Nima problema kenayi? Kim xafa qilyapti sizni? Bizaga odamlar azob berishyapti. Har kuni bizni sog'ishadi. Qiynalib ketdik. So'g'ishadi? Qanaqa? O'sha anjoydan so'g'ishadimi? Ha, boshqa qayerdan sog'ishadi yana? Ha, odamlarni bunchalik vahshiy deb o'ylamagan edim. Buqalaringlar qaramaydimi? Nimaga himoya qilishmaydi sizlarni? Buqalarimizni ajratib qo'yishgan, oyda bir marta ko'ramiz o'zi. Ey, odamlar insof bilanda endi. Nimaga sog'ishadi o'zi sizlarni? Nima maqsadi bor bu odamlarni? Sutimizdan mana shunaqa mahsulotlar chiqarishadi. Bir mazasini ko'raylik-chi. Men yeb ko'rdim bu mahsulotlardan. Lekin sog'ishga arzir ekan.